Ozish paytida bu muammo emas, lekin bu katta muammo. Ozishda bu norm, bu esa norm emas. Mana buni ora-orada yeb tursa bo'ladi. Buni esa yemagan yaxshi. Bu yerda muammo yo'q. Bu yerda esa katta muammo. Mana bu muammo emas, lekin mana bu juda katta muammo. 1 kilogramm yog' olish uchun 15 ta gamburger yeyish kerak. Ora-orada bir dona yeb tursak zarar qilmaydi. 1 kilogramm yog' olish uchun 20 ta somsa yeyish kerak. Do'stlar bilan tushlikda 2-3 dona yesak zarar qilmaydi. 1 kilogramm yog' olish uchun 50 ta manta yeyish kerak. Haftada bir marta 4-5 ta yesak zarar qilmaydi. 1 kilogramm yog' olish uchun shu ko'rinishda 7 ta non yeyish kerak. Har kuni oz-ozdan yesak zarar qilmaydi. Me'yorda ovqatlanishni o'rganing va menga obuna bo'ling. 1 kilogramm yog' olish uchun 22 ta kruassan yeyish kerak. Nonushtada bir dona yesak zarari yo'q. 1 kilogramm yog' olish uchun 18 ta Snickers yeyish kerak. Har kuni bir dona yesak zarari yo'q. 1 kilogramm yog' olish uchun 8 ta pitsa yeyish kerak. Lekin do'stlar bilan dam olish kunida bir dona pitsani zarari yo'q. Kruassan, Snickers, pitsa bular muammo emas. Biz aynan qaysidir mahsulotdan semirmaymiz, ortiqcha kaloriyadan semiramiz. Shuning uchun me'yorda ovqatlanishni o'rganishimiz kerak. Menga obuna bo'lishni ham unutmang. 2 tarelka salat. Ko'rinishi bo'yicha ikkalasi ham bir xil. 40 kaloriya va 40 kaloriya. Bittasiga salgina tuz qo'shamiz, ikkinchisiga bir qoshiq yog' qo'shamiz. Va natijada bu salat hali ham 40 kaloriya, ikkinchi salat esa 240 kaloriya. 6 barobar ko'p va bu faqatgina yog' evaziga. Va siz o'tirib o'ylaysiz, nega salat yeb turib ham oza olmayapman deb. Shuning uchun ozish uchun ham, vazn olish uchun ham birinchi o'rinda kaloriya hisoblashni o'rganish kerak. Buning uchun esa bizga Yida AI ilovasi yordam beradi. Shunda yeyotgan ovqatimizni bitta rasmga olsak, to'liq kaloriyasi va BJO'larini hisoblab chiqarib beradi. Ha, aytgancha, agar ilovaga kirganda 555 promokodini kiritsangiz, meni nomimdan 30% chegirma ham berishadi. Obedda lavash tayyorladim, lekin nimagadir kaloriyasi ko'payib ketdi. Men ham uyda lavash tayyorladim, lekin kaloriyasi ancha kam bo'ldi. Ichiga nimalar qo'shding? Oddiy lavash nonni oldim, men ham shunaqa oldim. Keyin sous tayyorladim, mayonez, chesnok, ukrop bilan. Men ham shunaqa tayyorladim, faqat mayonez o'rniga gretskiy yogurt qo'shdim. Salatga pomidor bodring qildim va mazali bo'lishi uchun salgina chips qo'shdim. Men chips qo'shmadim, ortiqcha kaloriya kerak emas deb. Keyin tovuq bidrosini qovurib qo'shdim. Men esa tovuq grutkasini qo'shdim, kaloriyasi kamroq. Menga obuna bo'lsang, shunaqa layfhaklarni o'rganib olasan.